pulni boshqarish sirlari bormi Oybek aka? Bor. Buni hamma boylar biladi. Men ham bilaman. Alhamdulillah qilyapman. Pulni boshqarishni bilgan odamda puldan problem bo'lmaydi. Birinchi qoida Sirojdan doimiy ravishda topayotgan pulni 2,5% ehsonda bo'lish kerak. Qarzi bo'lsa ham, qarzi bo'lmasa ham ehson qilish kerak. Chunki birni bersang 10 da olasan. Ikkinchisi topayotgan pulga baraka kerak. Pulga bo'lganda baraka bo'lmaydi. Barakali keltiradigan narsa bu ota-ona bo'ladi. Ya'ni topayotgan pulni 10%ni ota-onaga naqd shaklda farzandini qo'li bilan berish kerak. Nima deb o'ylaysizlar? O'g'lingiz qilgan ishni qiladimi? Siz pulni ota-onangizga beryapsizmi yoki kelajagingizga beryapsizmi? Buni kommentariyga yozib qoldiringlar. Uchinchi qilinadigan ish pulni kamida 10%ni to'plashni o'rganish kerak. To'plab o'ziga kelajakka investitsiya qilishni bilish kerak. Ya'ni finansiy podushka degan narsalar bor. Bundan tashqari topayotgan pulning juda ko'p odam 10%ni, faqat 10%ni xursandchilikka sarf qilsa bu zo'r bo'ladi. Ko'p odam ishlaydi, xursandchilikka pul sarf qilmaydi, keyin qilayotgan ishidan bezillashni boshlaydi, ishlagisi kelmaydi. Niyaga topayotgan pulga yo'qdi kayf berish kerak. Foydali bo'lgan bo'lsa, like qo'yib, podpisatsiya bosib berish kerak. Pul to'playman ekan o'rtaga tashlab qo'yish kerak.